Assalomu alaykum ledilarim. Bugungi kunlaringlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Hozir Namangandan o'quvchim keldilar. Hozir individualni o'tdik ular bilan. 3 kun individualni olib ketaman, keyin u yog'iga onlayn tarzda davom ettiraman deb kelibdilar. Hozir o'zlaridan ham eshitasizlar. O'sha vebinarda qatnashdim. Vebinarda to'g'risi haligi oldin sizni uncha kuzatib nima qilmagan ekanman. Birinchi haligi ko'rishim edida, reels ko'rib o'tirsam Instagramda chiqib qoldi. 2 marta qayta ko'raverdim. 2 kun 3 kunlab keyin hech podpisatsiya bo'lmadim. Shu tomonga shu bekorga ko'rmaydi, podpisatsiya bo'lib qo'yachi. O'sha kuni bo'ldimda, sразу haligi o'sha kuni podpisatsiya bo'lib, o'sha kuni dars bo'ldi. Keyin kirdim, qanday nima bo'ladi? Xuddi menga atalgan darsga o'xshatdi birinchi kuni. Keyin o'sha kuni mashq tashlamadingiz haligi nima tashlab berdingiz? Menda birinchi diagnostika